Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar, biznesmen Navoiylik boy akalarim. Jack X200 modellari sotuvlari juda avj olgan. Hozirgi sabab bu modellarimiz O'zbekiston tanlovi bo'lib bo'ldi. Kechani o'zida akamiz oldingi xaridorlarimiz kechani o'zida ikkita naqd prom tovarni ikkitasini olib ketdilar. Bu modellarimiz o'zi mana ko'rib turibsiz, nalichida tayyor qatorasida terilgan turibdi. 8 dona atiga sanoqli qoldi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Avtosalonimizga tashrif buyurib, bemalol test drive'larni amalga oshirib ko'rishlari mumkin. Xo'p, bu modellarimizni yana bir marta ma'lumotini berib o'tishga harakat qilaman. Batafsil ma'lumotga keladigan bo'lsak, ushbu Jack X200 modelimizning motori 2 lik atmosferni bo'ladi. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, 147 tani tashkil etadi. Mashinamiz motori benzin tanlamaydi, metan hamda propanda ham yuriydi. Zavodskiy benzinda chiqadi. Rasxotiga keladigan bo'lsak, rasxotini videoning oxirida aytib o'taman. Zavodskiy tumankalar bilan jihozlangan, e'tibor bering, Elijah optik faralar bilan jihozlangan. Undan tashqari mana ko'rib turibsizlar, balonlari ham Goodride qo'yilgan, ancha myaxki balon. Orqa balonlari 13 hajmli hamda qo'sh balon bo'ladi. Oldi esa 15 hajmli balon, yakka balon bo'ladi. Undan tashqari oldi amortizator bo'ladi, orqasi esa ikki pashkali resor bo'ladi. Bu modelimiz Bartovoy modeli. Hozir mana ko'rib turibsizlar, bort hajmiga keladigan bo'lsak, bort hajmi 320 ga 175 bo'ladi. Va bu modelimiz kitobida yozilishicha 2 tonnagacha deb aytilgan yuk ko'tarishi, lekin aslida 4 tonnagacha bemalol yuk bo'lsangiz bo'ladi. Salon qismlarida 3 kishi o'tirib ketaveradi va bu modelimizda 2 kishi o'tirib ketgan taqdirda ham o'rtada o'rindig'ining orqasida bar bor. Bardan foydalanib ketsa bo'ladi. Xo'p, akalar, bu modelimiz nima deyapti? Mana turishlariga qaranglar, e'tibor beringlar. Tepasida alohida shoxchalari ham bor. Misol uchun gabarit ko'rgan paytda yonboshga og'anab ketmasligi uchun ustiga chiqarib olsalaringiz, postavka bo'lib turib ushlab beradi shu narsa. Turishlari juda zo'r, konditsioner, pechkalari bor, ruli gidravlika bo'ladi, ABS tormoz sistemasi bor, magnitofonlari bor, audio sistemasi juda yaxshi JBL kolonkalardan qo'yilgan bo'ladi bu modellarimizda. Konditsionerdan foydalanaman degan taqdiringizda ham mashinani 5 daqiqaning ichida xolodilnikcha qilib qo'yadi. Mana bu yerda esa shu modelimizda tentovka modeli. Tentovkamiz ham raskilda tushkalik bo'ladi, ya'ni yig'iladigan bo'ladi. Yig'ib qo'yib, bemalol xuddi mana shuni bartoy qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu modelimizda yig'ish uchun esa qiyin emas. Atiga 2 kishi va 1 kishini o'zi ham yetib ortadi. Tamom, ortiqcha kuch talab qilmaydi. Misol uchun havoni issiq kunlarida tentovka kerak emasmi? Yig'ishtirib qo'yib bartoy qilib ishlataverasiz. Yog'ingarchilik kunlarda oftobni misol uchun quyosh bo'lmay qolib, havoni bulut qoplaganda, yomg'ir yog'ay deb turganda shunday tentovkani yoyib qo'yib bemalol ishlataversangiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana o'z mashinamiz tayyor holatda yig'ilgan turibdi. Mana ichlarini birdan ko'rsatib o'taman. Ko'rsangiz bo'ladi. Aytganimdek, mana raskaldushkalik bo'ladi bu modelimiz. Shunday yig'ishtirib qo'yiladi. Tepa qismlari alohida, ustidagi chexol alohida bo'ladi va mashinaning ustida bemalol ortib ketaversangiz bo'ladi. Yarim soat ichida o'ynab kulib bemalol 1 kishi 2 kishi yiqitsa bo'ladi bu modelimizda. Bu modelimiz ham xuddi shunday xarakteristikasi, motorlari hamma joylari bir xil, faqat ana shu orqadagi tentovkasida farq qiladi. Mana bu modelimiz tentovkani yig'ishtirilgani bo'ladi. Tentovkamiz yig'ishtirib qo'yganmiz. Mana ko'ryapsizlar, xuddi Bartovoyda o'zi tamom, boshqa hech qanday nimasi yo'q. Hammasi bir xil. Bu yerda mana qatorasiga terib tashlaganmiz, mana endi ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonda prom tovarlarimiz turibdi. Baquvvat yuk tashiyman degan tayyor budkalarimiz turibdi-ku. Xo'p, bu modellarimizda yuk ko'tarishga keladigan bo'lsa, ya'ni yuk hajmini olishga keladigan bo'lsa, 9 kub yuk oladi o'z bag'riga. Orqasida, yonboshida eshigi bo'ladi. Bu xolodilnik emas, lekin orqasida, yonboshida eshigi bo'ladi. Uni lekin xolodilnikni taxlab olsangiz bo'ladi. Ichida yoritgichlari bor. Tungi paytlarda bemalol yoritgichlardan yoqib foydalansangiz bo'ladi. Bu modelimizda xuddi shunday qo'sh balon, oldi 15, orqasi 13 lik bo'ladi. Konditsioner pech komandlari tayyor qilingan, tayyor turibdi mashinalar. Test drive'lar bor, haydab ko'rsangiz bo'ladi. Yana bir xil modeli bo'ladi bu modelimizda, shassi modeli bo'ladi. Shassi modeli qanday deydiganlar uchun, mana bu Bartoy modelimiz bo'ladigan bo'lsa, orqasida borti bo'lmaydi, ramani o'zi bilan keladi. Oldida kabina, ramani o'zi bilan keladi. Nima sababdan deydigan akalarimizga endi shu yerda savol tug'iladi. Akalarimiz suv tashiyman degan akalarimiz uchun orqada bochka o'rnatib olib, bemalol suv tashib ketaversa bo'ladi. Ichimlik suvimi nima bo'lishidan qat'iy nazar suyuqlik tashib ketsa bo'ladi. Mashinalar tayyor turibdi. Nalichida aytganimda rasrochka, avtokredit naqd to'lovlari bor. Rasrochka bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich 50% to'lab, qolgan summasini 13 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Ustiga 1%
mashinani kelib olib ketaverasiz. Birinchi qo'l egasi bo'lasiz, 0 probeg, hammasi 0 bilan turibdi, salon pachka. Hali hech qancha yurmay 0 probeg hammasi turibdi. Kelib mashinani o'zini ko'rib, haydab ko'rib, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib ketaversangiz bo'ladi. Yarim soat ichida shunday mashina nomingizni rasmiylashtirib beramiz. Birinchi egasi o'zingiz bo'lasiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizni obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar juda ko'p ekan. Obuna bo'lishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Sababi bundan eng zo'r yangiliklar hali oldinda, sababi qo'shimcha bonuslar, qanaqadir aksiyalar bo'lib o'tadi deyilyapti. Agarda qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like va kommentariy kutib qolaman. Qani kommentariyada qanday bu mashina fikringizni yozib qoldiring. Olgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa ham yozib qo'ying. Mana qiziqqan akalarimiz uchun juda qiziq bo'ladi bu narsa. Foydali bo'ladi. Kommentariy, like, ayniqsa obunani esa kutib qolaman. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun.